11-20 mavzular bo'yicha takrorlash testini tahlilini ko'rib chiqamiz. Ishlab chiqdinglar 30 tasini. Bu tahlillarni ko'ramizda. Keyin sizlarga chiziqli tenglamani yo'nalishini berib qo'yaman. O'zingizlar 60 ta misolni ishlab kela olasiz. Juda ham oson mavzu bu. Shuning uchun bugun tahlilni nima ish bajaramiz? Ko'paytirib chiqamiz. A'ni ko'paytirsak a kvadrat plus a'ni to'rtga ko'paytirsak 4a plus 5a ko'paytirsak plus 20 minus mana shu yerda qamish qo'yib oldinglar. A'ni ko'paytirsak a kvadrat minus 10a minus 2a plus 20 barobar buni yozib turaman. A kvadrat plus 9a desam bo'ladimi? Plus 20 minus a kvadrat plus 10a plus 12 desak ham bo'larkan. 12a minus 20. 20larda va a kvadratlarda ketdi. 21 a degan javob. Qaysi va javob belgilanmaganlar orqali ifodalanadi degan savol. Nima ish bajardinglar? tub ko'paytirishlarga Tub ko'paytirishlarga ajratib chiqamiz. 2 dan 2 ta, 5 dan 2 ta. 18 bo'lib qoladimi? 2 ga bo'lsak 9, 3 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1. Demak 1800 degan sonimiz 2 dan 3 da ekan. 5 dan 2 da ekan. 3 dan 2 da ekan. keyin ko'paytirib chiqamiz o'shani. Kubiga kvadrat Demak 1800 soni 2 ni o'rniga a kvadrat qo'yamiz. A kvadratning nimasi bo'lib qoladi? Kubi. Keyin 5 ni o'rniga 1 5-sini kvadrati. Ko'paytirish o'rniga s ni kubini kvadrati. Barobar. A ni 6-si, b ni 10-si, s ni 6-si. Siz javobga to'g'ri keladimi? Anoniga 2, Dononiga 3, Sanoniga 5 qo'yamiz. Qanaqa 5 qo'yamiz? Shunaqa qilsak ham bo'ladi. Lekin o'sha nimaga shunaqaligini topish uchun nima qilsak ham bo'ladi. Mana b ko'paygan a plus turibdi-ku. Ko'paytirsak ab plus b smi bizga ab bilan b sni qiymati kerak ekan. Mana ikkalasini tab yozaman. A taqsim 2 teng 3 taqsim b. Proporsiya qilsak nima kelib chiqadi? 6. A bimiz 6 liga kelib chiqadimi? Endi teng ikkitasini yozaman. 3 taqsim b teng s taqsim 5. Proporsiya qilsak b simiz 15 liga kelib chiqadimi? 6 plus 15 teng 21. Bo'ladimi? Qaysi javob? Javob. Kim xato qilgan? Birinchisi turib keldi. Nima degan Samarqand? Undan onani qazib tashqariga chiqib kasrlarni qo'sh. Qayda qolishini so'rab chiqasan. Yana b-ni ko'paytirib chiqib, keyin bir-biriga yana ko'paytirganman. B-da 3 taqsim b bo'lsa, keyin uni b-sini s-ga s taqsim 5 ga ko'paytirib. Xato qilganda Zarinani ishini qarab ko'ramiz endi. Zarina aytyaptiki, b ni o'rniga 3 olamiz deyapti, a ni o'rniga 2 olamiz, s ni o'rniga 5 olamiz. Shunda 1 teng 1 teng 1 degan tenglama bo'ladi-da, qanotlantiradi demoqchi. To'g'rimi? Zarina shunaqa dedinga. Shuni hammasi 1 teng 1 bo'lib qoladi-da. Shuning uchun shu javobni sinab ko'radigan bo'lsak, anoniga 2, sanoniga 5 qo'yadigan bo'lsak, mana gapga qo'yadigan bo'lsak, 7 kare 3 21 chiqadi. Bu sinab to'g'ri. Shuningdek o'rinli bo'lsa 3n plus 2n ning eng kichik qiymatini toping. Enga 5 qo'yamiz, enga 5. Tanlov imkoniyati yana. Birta usuli. Qaysi sonlarni birdan ayirsak 3 chiqadi? 5 dan 2 dan 5 dan 2 ni. 5 ga 2 ni qo'shsa 7 chiqadi. Natijamiz 3 taqsim 7 bo'ladi. Demak
m o'rniga 5, n o'rniga 2 qo'yib hisoblab qo'yishgan bo'ladi. Shunda 15 plus 4 teng 19. Bu shunaqa narsa qo'yishimizga nima sabab bo'lyapti desa, mana o'sha Natural. m va n natural son bo'lishi shart. Agar natural demaganida buni variantlar ko'payib ketardi. Misol uchun ayrimasi chiqadigan sonlarimiz ichida misol uchun 5/2 bilan 2/4 degan sonlarni ayirsak ham chiqib qolishi mumkin, to'g'rimi? Shunda mana bu narsani zo'rshroq chiqib qoladi. Natural degani uchun mana shu usulda Birinchisidan 1 bilan 2dan a ni 3 bilan 4dan bundan a ni deyishyapti. Xo'p, a ni olib ketsak 3ab minus 5 minus bundan 4 bilan olib ketsak 3a b kvadrat. Xato yozmadimmi? Kvadrat ro'shan. b kvadrat ekanmi? 3ab minus 5 barabar 3ab minus 5 bor ekan. A plus 4 bo'ladi. Bos hisosidagi. Hammani to'g'ri chiqqan? Yo'q. Kim xato qilgan? Hammasini kilogramlarga qo'yamiz. Kim xato qilgan oldin bir olay. Ye, xudo, shunga tavakkal qildingmi? 100 kiloga. Ammo ana o'lchov birliklarida o'tdik-ku. Damla buna 2 tonna 77 kilo minus 3 sentner devasa bo'ladi-da, 3 sentner 5 sentner aytdi. 172 kilo Yo'q. 2005 Kilogramm ko'rsatadi, birinchi hammasini. 500. Bir sentnerimiz necha kilogramm? 172 bo'ladi. 100 kilogrammligidan 1 tonnamizchi 1000 kilogrammligini bildik. Endi bu necha kilogramm bo'ladi? 372 qo'shilgan 2 tonna 5. 2005 500 qo'shadigan bo'lsak 2377. 2377 dan 500 ni ayiramiz. 777 kilogramm. Bada. Oshqolar, oddiy savolda xato qilgansanlar. Vallahi sentner aytdi. Hop, ayirib tashlasang 2 sentner chiqadi. Ya'ni 200 kilogramm ayirib tashlashing kerak bo'lyapti. O sende 72 kilogramm unutib qoldirgansan. Bu 72 kilogramm unutib qoldirgansan. Bu 72 si ham bor. Shunda saralak so'radi. Vallahi 2 sentner bunaqa vaziyat qilib. Sen nima qilgansan? 3.10 dan 72 ni 100 dan 72 degan sondan 5 ni ayirib 2 chiqarib qo'ygansan. Kasr qismi qolib ketgan. Xato. Buni Hammasi bona chiqib ketsak. Bona chiqib ketsak. kanoniy ko'rinishga keltirib olayliksa 100 a plus 10 a plus b deb yozilsa bo'ladi. Ha, bo'ladi. Shuni ham nima deganimga? Yo'q. Shu takrorlashishdan chiqazgansizlar. Buni yozamiz. 478 degan sonni 478 degan son. 4 ko'paygan 100 qo'shilgan 7 ko'paygan 10 qo'shilgan 8 deb yozib olishni o'rgangandik-ku. To'g'rimi? Demak, 3 xonali sonni 100a plus 10b 10a plus b deb yozib olish mumkin. Ya'ni buni xona birliklari ko'rinishiga ajratib chiqdik. Bunisi nima bo'ladi endi? 100b 100b plus 10c plus c plus bunisi 100 100c plus 10b plus a. Endi a'lar nechta bo'ldi? 111 ta ekan. 100 ta 10 ta bitta. 111 ta a. Plus b'larimiz 101 111 ta b. 111 ta s. Plus 111 ta s. Hammasidan nimani olib ketamiz? 111 ni olib ketadigan bo'lsak a plus b plus c qoladi. A plus b plus c ni qiymati 12. 111 ni 12 ga ko'paytirishimiz. 12 12. 1212.
Yetti. Bo'ladi. Domla 1332 Ha, baba yetti. Ach chiqibdi. Ayshida domla. Endi ma'lum. Aytganiga ko'paytirsa shu bo'ladi. 1332 ekan. Demak, 111 ni 12 ga ko'paytirsak A plus 3b A plus 2b. Nasıl hesaplayın ya? Ishlaganmiz. Nima qilgansizlar? Ona yoyib chiqaylik. Ko'paytirib chiqamiz. A kvadrat plus 3ab plus 2ab plus 6 1 kvadrat barobar. A kvadrat plus 6b kvadrat plus 5ab 5ab. 5 A kvadrat plus 6b kvadrat o'rniga 5 qo'yamiz. Plus 5 ko'paygan 12. 2 qo'yamiz. Natijamiz 15. qancha javob? A. A javob. Bo'ladi. A va B orqali ifodalang. Nima qilganmiz? 2x'ni olib ketish kerak edi. Hop, 2 ko'paytirishga ajratsak. 2ni kubini 2ni uchinchisi, 3ni birinchisi, shuni ikkinchisi va plus 36 ga. Voy, o'sha eskiga. 2 ga bo'lsak 18, 2 ga bo'lsak 9. 2ni kvadratda 3 kubi. Va 2 kvadratda 3 kubi. 2 million shuning kvadrati, to'g'rimi? O'shanda Hop, 2 ni o'rniga A A qo'yamiz. A kub B plus A kvadrat Kvadrat A kvadrat. A bni A kvadrat B-ni olib ketamiz, ha? Qoladi bu yerda A plus B. manda chiqqan. Bo'ladimi? Tushundinglarmi? Ay, osonga yana qo'shildi. Ha, bu ham o'ta oson savollardan biri. Nima olib ketamiz? X 2x plus 1 plus 2 y olib ketsak 2x plus 1 barobar 2x plus 1 ni olib ketadigan bo'lsak x plus 2. Kimda xato chiqqan? Xato, kimda xato? 10. Aytinglar oshxonasiga. Hammada to'g'rimi? Nima ish bajaramiz? 11 ta. Tepasida x minus y. Bitta bo'lsa bo'lardi. X minus y X plus y plus x minus y. x plus y. Aslida x plus y minus 1. X minus y ning kvadrati minus 1 a? Tepadan nimani olib ketsak bo'ladi? X plus y. X plus y ni olib ketsak x minus y plus 1. Pastini yana ikkiga ajratamiz. X minus y plus 1 x minus y minus 1. Mana ikkitasi ketdimi? X plus y x minus y minus 1. Achchi ketishgan Qaysi javob? S. S. 11. Nima ish bajaramiz? A B alohida narsaga qo'yib yozib oling. Yaxshi variant. A minus 1 taqsim A teng 2 turibdi-ku. Alohida mahraj beramiz. Alohida mahraj beraylik. A taqsim A minus 1 taqsim A desak bo'ladi. Shunda 1 minus 1 taqsim A'miz 2 bo'ladi-da, 1 taqsim A'ni topadigan bo'lsak, minus 1 bo'lib qoladimi? To'g'rimi? 1 taqsim A'miz minus 1 ekan, A taqsim B bo'lsa minus 1 bo'ladi. Teskarisi bo'ladi. To'g'rimi? A taqsim B ham 1 bo'lib qolayapti, minus 1 bo'lib qolayapti.
Hammasiga minus 1 qo'yib chiqar ekanmiz. Barobar. 1 minus 1. 3 minus 1. Ko'paygan 8 minus 1. Barobar bu 2, bu 4, bu 7. 56 ekan. Ularni Sen ko'paytirib chiqib, to'g'ri ham topib. Xato qilgansan-da. Xato qilgansan-da. Buni bunga ko'tarib chiqish shart emas. Umumiy ko'paytirish nima? 0,68 ni olib ketsak, 0,68 ning nimasi? Kvadratlarga 0,32 ning kvadrati. Ko'paygan 17 dan necha bo'ladi? 25 bo'lib qoladi. Barobar. Mana 68 taqsim 100 deb olsak. To'g'rimi? Ko'paygan 25 taqsim 17 ni yonma-yon yozib oldim. 25 bilan qisqaradi. Bu ikkalasini ayirish bilan qo'shishga teng. 0,68 qo'shilgan 0,32 ko'paygan 0,68 ayrilgan 0,32. 25 qisqarsa 4. 68 dan 17 ham qisqaradimi? 4 dan 5 bo'ladimi? 1 chiqar ekanmi? Buni qo'shganimizcha bu ham 1. Bu 1, bu 1. Ayirib qo'yganimiz qo'yadi xolosmi? Ayirsak 0,100 dan 36. Kvadratni ko'tardimmi? Bu ko'tardimmi? 10 kvadratini ketamiz, yetib turadi. Ayni nima qilasan? 10'ni 4'üncüsünü shunab chiqdi. Ha. To'rtga Mayshlab chiqqan. 10 kvadratini ketamiz. 10'ni 4'üncüsünü chiqib ketadi. Uni birinchisi 40 ming bo'ladi. 40 mingga keyin 6 mingga qo'shamiz. man yaqinimga javob berish turg'anman. Doğru, ben şimdi javobda bo'lsa, shunaqa ekan-da, donorga o'xshatib 40 ming. O'sha dil chiqqanda qarasam boshqa to'g'rida 40 ming yo'q, hammasi 4 ming. Bittasi dilda 40 10 minglik so'rashini borku. 10 kvadratini chizsaydi ular. 4 ko'paygan. O'zingga qiylab nima qilasan? Eshitib tur endi. Mayli, bir xil. Degan sonni mana bir yillarga ajratib bering degan savol bergan. Sinadami? Endi Buni qayta yozgandik. 8 ko'paygan 10 darajasi necha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 xonali sanagan-a? To'g'rimi? 8 orqasida nechta nol bor degani? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 9 ko'paygan 10 darajasida necha? O'sha esimizga keladi. Ko'paygan darajasida necha? 4 plus 1 ko'paygan darajasida plus 6 ko'paygan darajasida 2 plus 7 ko'paygan 10 plus 5 qilib yozib qo'ysak bo'ldimi? endi Shunaqa qilib yozib beryaptimi? Qaytarib qo'yapti. Ishlagan 4 6 4dan keyin 4 xona bor ekan-a? Qarang, 4 ta xona yozaman. 1 2 3 4. nol qo'yamiz. Endi 6 dan keyin 3 xona bor ekan, demak mana endi 6. 9 dan keyin 2 xona bor ekan, mana yozdim. Endi mana necha bo'ladi? 7. Mana shu joy. Yo, baribir uni kvadratni olib chiqib ketib o'zingga qiynaganda, ko'rding bitta masha yuzda sig'adigan bo'lsa. Ishlaganmiz. Mana shunday mana ko'chirib qo'yay. Xonaning bo'yi, eni va balandligi mos ravishda 4, 5 va 3 ekan. Hammasi ko'paytirib, bir to'rt uchga ko'paytirib qo'yamiz. 1 metr kub o'rtacha 1,3 kilogramm havo bo'lsa, xonada necha kilogramm? Hammasini ko'paytiramiz. Hammasini ko'paytirib 1,3 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. 78. 4 ko'paygan, 5 ko'paygan, 3 ko'paygan 1,3. Necha bo'ladi? 78. Quyidagilardan qaysi biriga deb bo'linmaydi? 7 bo'ldi. Ko'paytirishga aytayliksa 37 minus 23 37 plus 23 barobar. Ayirsak 14 ko'paygan 60 mi? 200 Qaysi javoblar bor? 97 5 3. 7 mi damla? Bo'linishni isbotlab ko'rsak 7 14 ku.
B'sida 7, S'sida 5, Mayda deb. D'sida 3. 3 chiqib ketadi. Nimaga? Chunki 60 ichida 3 bor. 7 ham. 5 ham chiqib ketadi, chunki 60 ichida 0 9 bor. qoladi. 14 chiqib ketsa 9 ga bo'linmas ekan. 15 nima deb olamiz? 5 bergan 5. 5 kare 3. 5'in 4'üncüsü, 3'ün 4'üncüsü. 12'ninci 4 kere 4 kare 3, 3'üncüsü. Endi aşı doğru bakıp 2'nin 6'ncısı desey buladı mı? 2'nin kvadratı. 18'de 9 kare 2 desey buladı mı? 2'nin 4'üncüsü. 3 o'zini Kaçıncısı de biraz oldu. 5'in 3'üncüsü. 2'nin 3'üncüsü de biraz oldu. Beraber. 3'ten neçten? 7'den mi? 5'ten 4'ten 2'den 6'dan. Başta 2'den 7'den 3'ten 3'ten 8'den 5'ten 3'ten. Çıkartırsak tepede nima bo'ladi? 3 ko'paygan 5. 5'ten bitta qoladi. To'g'rimi? 3'lar qisqarsa pastda bitta 3 qoladimi? 2'lar qisqarsa pastda 2 qoladimi? 6'dan 5. So'ra. Oldidan 5 Biber kvadrat a'ni 4'üncüsü. A'ni 4'üncüsü. Bana 6'ncısı. Bo'lingan A kub 1 S kvadrat. Natija A B 5. A B'ni 5'incisi bo'ldi. S'lar qisqarib ketdi. Qaysi 9'u? Menda chiqqan ekan taxmin. Bo'lgan Chiqmagan. Taxmin qilganmiz. Ani taxminiy ishlab ko'rganlar bormi? Ishlab ko'rgan. O 3 ga 16 ko'paytirib. 3 ga 16 ni ko'paytirib, keyin 3 ga 2 6 ga keyin bo'lganmiz. Bo'lsa chiqmaydi. 16 nechi? 2 yu 2'ni 1,5 3 onu bilganmi? 3'ü 3 ga ko'paytirib 2 ga 16 ni 2 ga bo'lamizmi? X'inchi darajaga ko'taramiz. Shunda bu 3 ni y'inchisini x'inchi darajasi 16 ni x'inchi bo'lib qoladi. Darajani darajaga ko'tarish nima qilamiz? 3 ni x y'inchisini bo'lib qoldi. Bu 2 ni 4'inchisini x'inchisi deganimi? O'rnidan qanday hisoblanadi? 3x teng 2 ni x'inchisini 4'inchisi desam bo'ladi. Teskari qoldi. Baribir bir xil narsa chiqadi. 2 ni x'inchisini nima degani? 2 ni x'inchisini 3 degani. Mana shuni o'rniga 3 qo'yaman. 3 ni x'inchisini teng 3 ni 4'inchisi bo'lib qoladimi? To'g'rimi? X necha ekan? 4 X 4 ekan. Necha bo'lish qiziq emas. X 4 ekan. 20 hisob. Agar A manfiy soni uchun A kvadrat taqsim 4 taqsim A kvadrat teng 12 bo'lsa, A plus 2 taqsim A ning qiymatini topadi. Qarang. A plus 2 taqsim A ning x deb belgiladim. Shuni qidiryapman. X ni topishimiz kerak. Ikkala tomonni kvadratga ko'taraman. A kvadrat plus 2 ko'paygan A ko'paygan 2 taqsim A plus 4 taqsim A kvadrat bo'lib qoladi. X kvadrat. Shuningdek A plus B ning kvadratini chiqdi. A lar qisqarsa 4 qoladi. A kvadrat plus 4 taqsim A kvadrat plus 4 teng x kvadratga. Buni qiymati necha edi? 12 edi. 12 plus 4 teng x kvadratga. Hisoblasak x kvadratimiz teng 16. Nechining kvadrati 16? 4 ni. Yanacha? Minus 4 ni. Nega minus 4 ni olyapmiz desa, A noldan kichkina bo'lishi kerak. Ikkita manfiy son. A manfiy son deyapti. Qaranglar. Manfiy songa manfiy sonni qo'shsak nima bo'ladi? Manfiy son minus 4.
Bo'ladimi? Sizlarni modulini toping. Ya'ni nisbatini toping. Qarayli, anavda formula borda. A plus C minus B ning kvadrati. Teng A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat plus 2AC minus 2BC minus 2AC. To'g'rimi? Endi yozaman. A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat minus 2 ni olib ketsam A B plus bo'ladi, B C plus bo'ladi-da, AC minus bo'ladi. To'g'rimi? Minus olib ketdik. Endi A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat 18 minus 2 bu 1 mi? Teng 16. Demak, A minus B plus C ning kvadrati 16 ekan. A minus B plus C ning moduli necha bo'ladi endi? Endi 4 bo'ladi. Chunki moduli. Bo'ladimi? Moduldan chiqayotgan ishonch teskari bo'lib qoladi. Yo'q, ishorasi teskari o'qimaydi, minus tashlaydi. Masalan, 16 nechi kvadrat mayli aytdik, plus minus 4 deb, ha? To'g'rimi? O'sha plus 4 qilib beradi. Ha. 22. 2/3 ning kvadrati plus 2/3 ko'paygan 1/7 plus 1/7 ning kvadrati 2/3 ning kvadrati plus 1/7 ning kvadrati ko'paygan. Bu teskarisiga o'girib bittaga ajratamiz. 2/3 ning kvadrati plus 1/7 ning kvadrati 2/3 ning kvadrati degan 1/7 ning kvadrati. Pastida 2/3 minus 1/7 ko'paygan 2/3 kvadrat. 1/7 ning kvadrati bundan bu ketadigan narsa chiqadi. Buni bittasi ketdimi? Buni bitta minusni qiladigan bo'lsak, minuslilarni ketdimi? 2/3 qo'shilgan 1/7 qoladi natijamiz. To'g'ri chiqadi. To'g'ri, menda chiqdi. Ketma-ket to'g'ri chiqadi. Ketdi. Ko'pqatning eng kichik qiymatini toping. Bunga bo'lsa savollar. Nima qilardik bu misolda? Nima qilardik? Eng kichik, eng katta qiymat desa. 0 kvadrat. Ana yig'indining yoki aynimaning kvadratiga keltirib olamiz. X kvadrat plus 6x davomi nima bo'lishi kerak edi? Minus 9 Minus 9 bo'lishi kerak. To'g'rimi? Minus necha bo'ladi endi? Minus 7 ga qaytib kelish uchun. 2. minus 10 Minus 10. 13 Yo'q. 16. Minus 16. Minus 16 ga 9 qo'shsak minus 7 chiqadi. X plus 3 ning kvadrati minus 16. Buni eng kichik qiymati 0, 0 dan 16 ni aytsak, eng kichik qiymati minus 16 bo'lgan ekan deb qolsa bo'ldi. Qiymatini toping. Nima bajaramiz? Anani kvadrat ko'taramiz. Qaysini? Bu tepadagi. Bo'lmaydi. Tepedagi so'zni qaysini qilish? Ana Boshdan 3tasidan bo'ladi. B minus 1 teng A kubi. Birinchidan A kubni topib oldik. A kubi bu tomonga o'tdi. Bo'ladimi? Endi buni kvadratiga ko'taramiz. B kvadrat minus 2b plus 1 teng A ni 6 ekan. A ni 6 o'rniga buni qo'yaman. Mana A ni 6 o'rniga. B kvadrat minus 2b plus 1 B kvadrat keldi plus 2b plus 2. B kvadratlar 2blar ketdi-da natijamiz chiqdi. 25-si. Yozib turinglar. Chunki sizlarga Newton binomini o'rgatmaganman hali. Bizdan xato chiqadi. bitta qo'shamizmi? Ha. Qolaveradi. 25 misolni hozir ishlab berishim mumkin, lekin sizlarni vaqtinglarni olaman. Chunki
Sizlarga hali Pascal uchburchagi bilan Newton binomini o'rgatganim yo'q. Shuning uchun bu qo'ygan. Ko'paytirish formulalarini ichida, lekin hali uni o'rgatib qo'yganim sizlarga kerak bo'lmagan. Hop, boshladik. Nima qilamiz? 2 ni x'ini a deb belgilab olaylik. Hozircha belgilashga to'lamiz. Shunda 8 nima bo'ladi? A ning kubi minus 1. A ning kubi minus 1 bo'lib qoladi. 4chi. A ning A kvadrat minus A plus 1 bo'lingan A minus 1 A plus 1 bo'lib qoldi. Mana sizlar o'zingizlar bilgan anu algebra ikkalasi. Ikkitaga ajratsak A minus 1 A kvadrat plus A plus 1 A kvadrat plus A plus 1 ketdimi? Ko'paygan A plus 1 A minus 1 A minus 1lar ketsa A plus 1 qoladi. Endi A o'rniga uni 2 ni x minus plus 1 degan javob chiqadi. Bu yerda ko'p xat ko'rinishga keltirilganda x ni 4-sinning oldidagi koeffitsiyentini toping. Hammasini ko'paytirib chiqdinglarmi? A hammasini ko'paytirib chiqqan. Xato qildinglar-da? Yo'q. Bizdan nima so'rayapti? X ni 4-sini X bo'ladiganlar ko'paytirdim. x kvadratga nechini ko'paytirsang x chiqadi? Kvadrat. A 2x. Mana ko'paytirsak 2x ni 4-sini Minus endi 3x ga qaysini ko'paytirsan? 3x ni 4-sini buni bunga ko'paytirib 5x. boshqa yo'q-a? Endi 4-chi. Yo'q. Yo'q-a? Qo'shib qo'yadigan bo'lsak 5x ni 4-si. Oldagi koeffitsient necha ekan? 5. Bo'ldi tuganmiz. Koeffitsient oldidagi son degan. Misolda minusni qolsin tashqariga olib chiqib ketsam 3x minus 4 ning kvadrati bo'lib qoladimi? Mana juft daraja hisobiga mana minus yo'q bo'lib ketdi. 3x plus 4 ning kvadratini hisoblasak 9x kvadrat minus 24x minus 16 degan javob chiqadi. Kimda xato? Tamam, mana shu Bir javob. 29 o'ttizni so'rayman. Sonlarni taqqoslangan. Uchalasi ham nechaga qaraylik? Darajalar. Darajalar 6 gami? 6 darajaga bo'laveramiz. Ya'ni 1 taqsim 6 darajaga ko'tardik hisobda. Shundan A necha bo'lib qoladi? 2 ni 10-si 1 6-si S 6 ni 4-si bularni hisoblay olamiz. Yana qisqarar ekan. A teng 2 ni 5-si B teng 3-si S teng 6 ni 2-si. Yana 5-si 32 B teng 27 sayimiz 36. 36. Bas. Bo'ladimi? Tushundinglar? Teng sonning raqamlar yig'indisini toping. Teng soni nima degani? Mana shu bilan bir xil teng. 8 nettingisi. 8 2 ni 3-sini aha. 7-si degani 2 225 chi. 15 kvadrat. 15 kvadrata 3 ni kvadrati 5 ni kvadrat deganimi? 25 degani 5 ni kvadratini 16 degani. To'g'rimi? 15. Hop, 3 ning kvadrati 9 turibdi. 2 ni nechasi bo'lib qoladi endi? 21. 2 ni 21-si 5 ni nechanchisi? 18. 18-si plus 1234. 2 ni 23-sini hisoblaymiz. 9 ko'paygan 8 ko'paygan 2 ni 18-si ko'paygan 5 ni 18-si deb yozdim. Plus 1230. Nimaga? 18 ga keltirib oldim. Qaranglar. 0 bo'lib qoladi. Plus 1234. 9 ga Barobar 72 bo'lib qoldimi? 72 ko'paygan 10 darajasida necha? 18 plus 1234. Qaranglar. Bu nima degani? 72 ning orqasida 18 ta 0 bor degani. Shu 18 ta 0 ga 1234 qo'shsak, 14 ta 0 oxirida 1234 bo'lib qoladi. Shu sonning raqamlar yig'indisi desa, raqamlar yig'indisi 7 plus 2 plus 1 qo'shdim. 21.
Beraber buna 9, 10, 12. 15, 19 ekan. Bo'ladimi? Qaysi javob 19 ekan? To'g'ri. Tushundingmi? Mana 20-chi, 10-chi, 20-chi mavzular bo'yicha testimiz tugadi. 30 ta savol ko'rib chiqdik. Keyin savollar yo'q, 25 dan tashqari. Hammasi o'tgan mavzularimizdan ekanmi? 25 bilan 27. Ko'rdinglarmi? O'zinglarning natijanglarni takrorlamayotganinglarni. Yozib